Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Allohning Zulfur Rahman bo'lgan mehmonlari. Inshaalloh sizlar Ixlos Travel firmasi orqali, ya'ni davlat tasdiqlagan, davlat ishongan firmadan Umra safariga ketyapsizlar. Avvalo bandasi Alloh qo'ldan kelgancha, Robbim nasib qilgancha biz sababini qilganmiz. Inshaalloh chiroyli ziyorat qilib kelishinglarga Robbim o'zi bizlarni sabab chiqib turibdi. Qalbinglar taskin topadigan, iymoninglar mustahkam bo'ladigan go'zal ibodatlar qilib kelishni Robbim o'zi nasib qilsin. Avvalambor umra nima? Shu narsani tushunib oling. Umra bu sunnat amal. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan amal hisoblanadi. Bu sunnat amaldi deb farziylar tark qilib qo'ymanglar. Ya'ni 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qinglar. Hozir davlat tomonidan, musulmonlar idorasidan berilgan 50 boshimizdan suhbat o'tkazadi. Undan tashqari boshliqlarimiz sizlarga hamma tushunchani beradi. Bu alohida gapirilayotganimiz sababi ayollarga xos bo'lgan amallarda ozgina tushuncha berib qo'ymoqchiman. Inshaalloh Madina Munavvaraga yetib borganimizda Madina Munavvarada avvalo nima amal qilamiz? Bu yerda faqat Rasulimizga salom beramiz. Alloh nasib qilsa jannatdan bir bog'chada namoz o'qiymiz. Madina Munavvarada nima bor? Madina Munavvarada jannatdan bir bog'cha bor. Madina Munavvarada jannat tog'i bor. Madina Munavvarada hali umra amalini qilmasdan turib, umrani bitta savobini oladigan amal bor. Ya'ni bu amallar qanday bo'ladi? Payg'ambarimizda hadis bor. Kimki meni ravzam bilan uyim bilan minbarim o'rtasida 2 rakat nafl namoz o'qisa, jannatdan bir bog'chada namoz o'qibdi degan. Sizlar shunday joyda namoz o'qish nasib qiladi. Ya'ni o'lmay turib biz jannat bog'chasida namoz o'qiymiz. Inshaalloh Madina ziyoratiga chiqasizlar. Madina ziyorati Uhud tog'iga boradi. Uhud tog'i jannat tog'i.